Xo'p, endigi ko'rib chiqadigan narsalarimiz, xo'p, buni o'chirib yuboraylik hozir. Back degan narsa, back qayerda ishlatiladi? Orqaga qaytishda. Xo'p, masalan, aytaylik, mana bitta oldimda buni rangiga qo'ydim. Back deb yozdim. Xo'p, mana shu yerda turibdi. Endi bunga uladim, mana on tabda oddiy o'tyapti mana. Bossam, bunga o'tyapti. Back degan yozuv bor hozir bu yerda. Buni ulayman, buni ishlaymanda. Bunday qilib turib, maytda o'z back degan narsa bor. Endi bunday ushlab turib plusni bosib, buni bosib turib navigate to emas, back deb ulab qo'ysam bo'ladi. Endi qisqarog'i shunday ushlab olib kelaman backga. Nima bo'ladi bu? Bosam orqaga qaytadi ana. Qizil deydi, ko'kka qaytyapti. Men ko'kda bosam qizilga o'tdi, qizildan ko'kka qaytyapti. Xo'p, buni o'ylashim mumkin, bunday qilib turib bunga ulab qo'ysam bo'ladi-yu deb mana. Masalan, nima farqi bo'lmaydi, bilinmaydi-da hozir. Endi buni farqi nimada bilinadi? Hozir mana ko'rsataman. Aytaylik, ikkita shunaqa skrin bor. Bu skrinda deylik, mana rangi qora. Oddiy farqni bildirish uchun. Ko'zganda kattaroq mana. Endi hozir bunga ushlaymanda, nima qo'shamanda, o'rgatadi mana. Katta bunga. Endi bossam bunga o'tdimi? Backda bossam mena bunga qaytyapti. Hozir mana bundan o'tkazsam, bundan bu yoqqa o'tsam, backda bossam bunga qaytadi. Bundan bu yoqqa o'tib backda bossam bunga qaytadi. Agar bu back bo'lmaganda, ya'ni oddiy ushlab qo'ygan payt yana bitta screen kopiya qilishimga to'g'ri kelardi. Ya'ni buni odatda back buttonda o'rnida ishlatish mumkin. Odatda shuni ishlatamiz. Backda bossa, back buttonga shunday orqaga qaytib ketaveradi. Ya'ni menimcha tushunarli bo'ldi. O'chiraman. Xo'p, keyingisi nima? Keyingisi bu scroll to. Xo'p, scroll to ni hozir ko'rib chiqamiz. Scroll to buni o'chirib turay. Mana uni. Xo'p, buni o'zida ko'ramiz mana. O'chirib turaman-da, buni uzunroq qilaman endi. Mana shunday qilaman-da. Pastda yana bitta narsa bor, aytaylik. Dumaloq bor. Mana shunaqa ko'rinishda. Buni rangi deylik sariq, qora borderi bor. Mana bunaqa soyasi bor. Deylik mana 4 kichkinalik ko'rgan 6. Bu mana shunaqa narsa bor. Endi scroll to bosgan paytda deb o'ylayman. O'zi mana qarang, bitta frame ichida ikkita element bir-biriga ulasam, avtomatik scroll to o'zgarib qoladi-da. Chunki bitta frame ichida bir-biriga navigate qilib bo'lmaydi, open overlay qilib bo'lmaydi. Avtomatik scrollga o'tib qoladi mana. Scroll to bu nima? Y offsetda, bu X offsetda, ya'ni hozir qarang. Animate ko'zga turib qo'yman bo'ldi. 100 emas, mana 500 qilib qo'ydim, ha. Bossam, bunday scroll bo'lyapti. Pastga bunday tushyapti o'sha joyga. Y offsetda aytaylik 50 qilib qo'ydim. Deyarli hech narsa o'zgarmaydi aslida. Y offset, X offsetlar bular unchalik ishlatiladigan narsalar ham emas, odatda mana. Bu bilinmaydi ham farqi. Shuning uchun odatda bu landing page'larda aytaylik tepadagi navda to'rtta bitta link turadi, bossangiz pastga shuni olib tushadi. O'shanaqa narsalarda ishlatiladi odatda. Ya'ni scroll to bitta frame ichida bitta tochkadan ikkinchi tochkaga scroll qilish. Xo'p, keyingisi open link. Open link bu yoqqa link yozaman, aytaylik. Yozsam bo'ladi. Bitmas. instagram.com. Okay. Enterda bosdim. Hozir nima qilaman? Bu link ulab qo'yaman xuddi shunga. Hozir bossam Instagramda ochaveradi. Endi mana odatda chiqadi, okno chiqadi. You are leaving figma.com. Yana bitta bosib olish kerak bo'ladi. 2 marta bosish so'raydi odatda. Hop, mana yopdim. Endi bular tugadi. Ya'ni open link, boshqa nimalar. Xo'p, navigate to, endi hozir buni 844 ga qaytaraman, u kerak emas. Tak, 844. Endi animatsiya turlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Tabda navigate to mana bunga o'zgar.
on tab. Dissolve ko'rdik. Smart animate. Smart animate bu boya ko'rdik. Buni bunday qilib adbeni ham bunday qilib qo'yaman. Ha. Smart animate bu bitta elementni boshqacharoq shaklga, ya'ni bu yerda rangi, uni ko'rinishi, razmerlari, joylashuvlari hisobga olinadi. Mana masalan bunday qilib qo'ysam, joylashuvlari ham o'zgaryapti mana. Yoki ikkalasini ushlab pastroq qolib tushib qo'ysam. Yana bitta narsani esda tutish kerak, muhim narsa bu juda ham. Nima qildi bu? Smart animate'da ikkalasi layerlarning nomi bir xil bo'lishi kerak. Mana. Hozir qarang, bu yerda layer nomi rectangle 2, bu yerda ham rectangle 2. Xo'p, mana buni oddiy misoli rectangle 3 qilib qo'yaman buni. Kontrollari bosdim. Mana. Hozir nimaga bunaqa bo'lyapti desa, to'rtburchak bir xil emas, lekin bu yerdagi tekstni nima button ikkalasining ham nomi. Shuning uchun text smart animate bo'lyapti, lekin to'rtburchak smart animate bo'lmayapti. Xo'p, mana aytaylik, buni guruh ikkalasini ushlayman deb guruhga qilib qo'ydim. Buttonni deb yozib qo'ydim. Endi bunga o'taman. Bossam mana. Smart animate ga ulab qo'yganman, lekin ikkalasini bitta narsaligini tushunib olmayapti bizning nimamiz. Figma shu nomiga qarab bittalashtiradi. Xo'p, mana ikkalasini ushlayman-da, bularni ham nomini button qilib qo'yaman. Mana endi ishlaydi mana. Smart animate shunaqa xususiyatga ega. Xo'p, endi is out, is in animatsiya turlari bu. Ya'ni qanaqa shaklda kechadi? Birinchi linear. Xo'p, buni yaxshiroq tushunish uchun 1 sekundga o'zgartiraman mana. Linearda yana bir chiziqda ketadi animatsiya. Shunday ketadi animatsiya. Bir chiziqda boshlanishi ham, oxiri ham. Xo'p, keyingisi is in. Is inni ko'ramiz hozir mana. Ko'rdingizmi? Nimanidir sezingizlarmi? Ya'ni sekin boshlanadi. Bunday boshlanadi, tez tugaydi mana. Boshlanadi. Sekin boshlanadi, tez tugaydi. Uni aksi bor, is out. Ya'ni tez boshlanadi, sekin tugaydi. Mana. Tez boshlanadi, sekin tugaydi mana. Tez boshlanadi, sekin tugaydi. Xo'p, keyingisi is in out. Ya'ni bu ikkalasi ham qo'shilgan, ya'ni tez boshlanadi, sekin davom etadi, tez tugaydi mana. Buni yaxshiroq sezish uchun yana ham ko'paytiramiz. 3000 qilib qo'yaman. Ikkalasini bir xil qilib qo'yaydi hozir. Ya'ni aniqroq sezish uchun. Bu yoqda turadi. Buni bu yoqqa olaman. Pastga tushirib qo'yaman. Hop, mana. Sezdi? Ha, teskari sekin, ya'ni sekin boshlanadi, tez davom etadi, sekin tugaydi. Xo'p, keyingisi bu Smart Animate is in back. Endi xo'p, buni ko'ramiz hozir qanaqa aytishini. Tushundingmi? Ya'ni orqaga bitta yo'lda oldinga ketar ekan. Keyingisi is out back. Is out back oxirida shunaqa narsa qiladi ya'ni. Boratda to'xtashdan ozgina o'tib ketib, keyin orqaga qaytadi. Bularda ham qo'shilgani bor ikkalasini. Bitta orqaga yuradi, oldinga kelib o'tib ketadi-da, yana orqaga qaytadi. Xo'p, keyingisi custom. Custom bu o'zimiz xohlagancha qo'yib olamiz mana. Ya'ni mana shu chiziq ko'rinib turgan chiziq bu linear, ya'ni o'sha bo'yicha ketsa linear bo'ladi. Biz buni ushlab, masalan, manaqa qilib, oxir tuchasini tez qilib yorib turibdi. Boshini ham manaqa tez qilib yorish mumkin. Xo'p, mana. Linear nimadan ham o'tib ketdi-da. Is in and out backdan ham o'tib ketdi. Qayda ekan? Mana tashqariga chiqsa, to'rtburchakdan tashqariga chiqsa, bu boyagi nimadan bo'ladi? Is out bor-ku mana. O'shandan bo'ladi. Ichkarida bo'lsa is in dan bo'ladi. Mana. Shunaqa animatsiyalar yaratsa bo'ladi. Har xil o'zingiz xohlaganingizcha. Mana bunaqa animatsiyalar qilishsa bo'ladi. Jinnicha. Xo'p. Bular menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, keyingisi
Mana smart animate'dan keyin move in. Move in ham animatsiya turlari. Hop, izingda tutib turaversan. 300. Move in qanaqa? Hop, tushundingmi? Hop, hozir bunda menimcha uncha yaxshi ko'rinmayapti. Aytaylik. Xo'p, nimani ko'rsatsa bo'ladi? Qanaqa misol qilib bu bunday kirib keladi? Xo'p, mana. Klassni o'chirib yuboraman. Buni ham o'chirib yuboraman-da. Bu yoqqa bitta to'rtburchak nima qilaman? Bitta rasm olib kelishim kerak hozir bu yoqqa. Rasm. Unsplashga kiraman. Levoy bitta o'chiragan shunday rasmni olaman. Delik. Обратно. Копировать картинку. Yo'qa, yana bitta turadi rasm. Mana shu yerda. Endi kontrol bilan ishlayman. Kontrol alt. Endi bunday qilaman-da, buni bu yoqqa siljitaman. Bu rasmni bu yoqqa bunday olib kelaman o'rtaga. Buni o'zgartiraman endi rasmni. Xo'p, mana o'zgartirdim, endi ulayman buni. Rectangle'da ishlaganimda move in qil bosgan paytim. Xo'p, mana. To'rtburchak nimaga ko'rinmayapti? Tak. Mana. Sezdik, ya'ni move in degani shuni bitta oknoga ustiga ikkinchi okno shunday kirib keladi. To'liq egallaydi. Bu open overlay emas. Bu to'liq egallaydi. Open overlay ekranni bir qismini egallasa, ochiq joylari qoladi. Move inda bitta ekran ikkinchi ekran ustiga shunday chiqib keladi. Xo'p. Endi bu yoqda smart animate matching layers degan narsa bor. Ya'ni bir-biriga mos layerlarni smart animate qil. Xo'p, buni qanday ko'ramiz misolida? Telegram to'rtburchak. Bu yoqda ham to'rtburchak bor. Hozir bu necha? 5 5. Bu yoqqa o'tadi. Bunday qilib qo'yaman. Xo'p, endi qarang. Bosaman. Mana smart animate matching layers yonib turgan paytda bu smart bu yoqqa o'tyapti. Xo'p, endi smart animate matching layers o'chirib qo'ygan paytim qanaqa bo'lishini ko'ramiz. Bu yoqdan kirib kelyapti shunchaki. Vaziyatga qarab buni ham ishlatadigan joylarimiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi move inida move out bor. Endi hozir buni bu yoqdan kirib kelyapti, pastdan kirib keladigan qilib qo'ysak ham bo'ladi mana. Pastdan, tepadan, o'ngdan, chapdan, har xil joylardan. Xo'p, keyingisi move out. Move out chiqib ketadi. Endi hozir bularda nimasini sezmayapmiz biz, animatsiyalarning farqini. Nimaga? Chunki xo'p, hozir menimcha ranglarni o'zgartirishim kerak shekilda. Yaxshiroq sezish uchun. Buni xo'p sariq qilib qo'ydim. Buni rangini oldimda mana yashil qildim. Endi qarang. Smart animate matching layers o'chirib qo'yishim kerak-da. Aniqroq sezish uchun. Dastlabki farq. Buni ham ishlayman Ctrl Alt H. Yani bu height qilib qo'ydim ularni. Animatsiyani bu yoqdan emas, bu yoqdan qilsak aniqroq ko'rinadi. Xo'p, mana. Hozir buni o'chirib yuboraman bu yoqdan. Bu yoqdan buni o'chirib yuboraman. Mana move out. Sariq xuddi ustida turgandek chiqib ketyapti bundan. Xo'p, mana hozir. Move inda qarang. Move inda qanaqa bo'lyapti? Move inda yashil sariq ustiga kirib keladi. Move outda sariq yashil ustidan chiqib ketadi. Ya'ni hozir xuddiki sariq move outda sariq yashil ustida turgandek bo'ladi mana. Bosgan paytim uni ustidan chiqib ketadi. Xo'p, keyingisi push. Push bor, bu qarang mana. Move inda qanaqa bo'lyapti animatsiya? Move inda mana ikkita screen turibdi. Move inda bosgan paytim bu screen ustidan chiqyapti. Mana shunday chiqyapti.
deb kelyapti, bu yoqqa qo'shilyapti. Xo'p, move outda qanaqa bo'ladi? Move outda bunday turibdi-da. Hozir mana shunday turgandek turibdi-da. Move outda bu ustidagi screen bunday ustidan chiqib ketyapti. Bu yoqqa chiqib ketyapti. Xo'p, pushda qanaqa bo'ladi? Pushda ikkita mana shunday yonma-yon turibdi. Bunday siljiydi ekran. Hozir ko'ramiz buni. Ko'rdik-a mana? Shunday o'zgaradi. Endi buni ham Smart Animator'lar narsa yoqib qo'yib, ekranni yoqib qo'ysak, bunda ham biroz boshqacharoq bo'ladi yani. O'z odatda pushda rasmlar o'zgaryapti hozir. Mana shunaqa qilib, background bilan bu to'rtburchaklar esa Smart Animate bo'lib o'ynab yuribdi. Xo'p, keyingi slide in. Slide in qanaqa? Mana shunday turibdi. Slide inda bu yashil uni ustiga chiqyapti. Boshqacharoq usulda. Va boyagi move indan farqli ravishda. Qarang, slide in bilan move in farqi mana. Slide in da bunaqa, move in da farqini qarang endi. Ya'ni move in da shuni turibdi-da, yashil sariq ustiga shuni chiqyapti. Slide in da sariq ham ozgina siljayotgandek ko'rinadi. Xuddi iPhone da animatsiyalarda xuddi shunaqa narsa bor iOS da. Mana. Ko'rsangiz. Sariq ham xuddi shuni ostda orqaga siljayotgandek bo'ladi. Move out, slide out shuni nimasi? Teskarisi. Ya'ni bosgan paytda xuddi back buttonni bosganda orqaga qaytib ketishlar bor iOS da. Xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Ha, bo'ldi, shu bilan tugadi ekan. Izinlarni ko'rib chiqdik. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Bu endi 3 ta dars faqat nazariy bo'ldi. Keyingi darslardan uje amaliyotda boshlaymiz. Ya'ni haqiqiy real nimalarni ulab ko'rib, ishlatib ko'ramiz. Xo'p, inshaalloh.